Assalamu alaykum tordaşlar, yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugünkü muşu naq meydanınki başlanışıdala men bir avazını koyup ötey, yani Pidayla ekranıda Rabia Qadir'nin bir avazı var, onundaki şunun bir düşündürüş beriş, anadaki yana aşı məzmun üstüde kengaytilip durup sözlemekçi. Fakat iki adamla anididin muş indigenous people'larını Mavuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muşlu davatlık grupsu kırınlar diyende ben red kıldım. Yani Ömer Kanat Dua, Alim Sid Dua bu bombaydı biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın indigenous people'da davat kılmayız. Biz o yerlik milletler, biz de kırmet ona davat kılmayız. Bizde devletimiz var. Devlet eşik açıldığı davanı kılımızda red kılar ki adamlar. Indigenous people diyen gap ne? Enididin adam evetip, Louisa Hanım iki adamını evetip, indigenous people diyeninin şu tızımlıkka Uygur halkını kırgızın diyende Uygur halk yerlik adam ikelliği ras. O iktidai indigenous people emez. Indigenous people biz yerlik adamı, indigenous diyen şu yerlik adam diyen yaptı. Şundak mı emez mi valla? Şundak yap, şundan önce ben mi aşı doğruluk? Ben de valay. Dünyada hem de yakında Ömer Kanat Efendim bilen Dolkun Eysa'nın indigenous people diyenlerinin yığınığı katıştı onundan hayran kaldım. 2016 mı 2017 mi isimde yok. Aşı resimde ulanın ki aşı yığın katlaşkan resmini görüp benim açığım geldi. Bulan demiş ki bunun arası jürüydü dem. Ben aşı 10 yıl jaryanında bir kıtımı indigenous diyenlerin yığınığı ben katlaşıp bakka yerim yok. Çünkü onun Tibet'nin red kıgallığını ben anladım. Ben onu üzemnin etrafındakilerge mi dep koydum. Bulanın Dolkun Eysa bilen Ömer Kanat demiş katlaşkandı o. Neymiş ki bu yığın katlaşkandı o. Neymi sebepten katlaşkandı o desem o işte kalkın avazını anlattı. Özümüzden avazımızı anlattığımız dep katlaşıptı o dedi. Hem de keyin uksam bular hatta imza koyup indigenous people digenin katarı kirgenligini anladım. Rabia Qadir özünü şunçılık mı ahlaydı o. Lekin bu dokulat diyen dokulat anadakin her bir faaliyetninki Dünya Uygur Kurultayı'nınki yıllık faaliyetleri olsun, neçe yıllık faaliyetleri olsun, her bir faaliyetlerninki bir yazılgan neyimiz buldu, nuskısı buldu. Çünkü hizmet ötküzüdü de. Enidiğe, bu yege, bu yege. Şununki birisini okup vereyim. 2009 yılı 5. ayda 5. aydaki Dünya Uygur Kurultayı'nın 2006 yılı öktəbirdən 2009 yılı martqıcı bolğan faaliyetleri dokulatdı. Çoğun bir dokulatda hem de şu cih varaqlıq dokulatının işçiliki 125. betide munda hatırlangan. 2009 yılı 3. ayının 3. günü Rabia Qadir Hanım ve Asqarjan Efendim, Germaniyadaki Asqarjan Efendim demekçi. Kristina Chung Hanım, yani Kişilik Hukuk Ali Komisarlığı İşxanasının programma əməldarı ve Julian Berger Hanım, yani indigenous halk ve azsallık milletler bölümünün maslaştırıcısı bilen görüşken ve Uygur meselesi hakkında dokulat verdi dep durup hatırlangan. Muşu hatırlangan nuskısını minatçı dostlar çoğum sabdaşlarım çaplagan nuskısını minan naq meydanımның astıda çoğum görələydi dep oylayman. Anandan tünögün bir temi çıkırıp koydum. Çivin ahlaydı dep. Boğam rahmetlik aştaq deydiğen bazen bir nesle duş gelgen vaktimizde çivin ahlaydı. Yolda o vaxtdaki yol degene hem de toğru bir işlağı kelgen çağda gözünlerini yummamanglar balam, qulqunlarını idivamanglar deydi. Şununla aş söz isim kep qılıp şu cümleni çıkarıp koydum. Çivin ahlaydı dep. Anadaki bireylen
tönögün bir ma'lum bir ekranda şundaq bir sözläpdi çıqırıp qoydum. Bazı adamlar özünü maqtaş üçün, özününki nimisini namını çıqırış üçün Rabiya madamni tillab muşda qılıdı deb. Rabiya madamni tillab namımni chiqarmasammi qara. Özümge kuchli xizmat o'rnimda namım bor. Hech bo'lmaganda xoin bilan bir maydonda turmagan Uyg'ur do'stlarimning ichidami namım bor. Esingda bo'lsin. Sen aşı Amerikada Rabiya madamni ko'tarib, ma yaqindan yoq bütün isbotlar o'tirib chiqsimi, noytimi jiddiy ko'tarib, aşı izchil ko'tarib atqanan qaraganda senmi bir cho'ng timsoq bo'lishing mumkin deb o'ylayman men. Chiq do'stlarimiz bilan paranglashdik. Hozir mush suv ustiga laylab chiqib atgan timsoqlar cho'ng kichik bo'lib, hozir noytimi izchil ko'tarib atgan. Çapan kötürüp atkan, oyey Amerika'da vahşi saypınlar varken degan ballar var, aş kötürüp atkanlarının içeriki çoğun tımsaq buluşun mümkün. O da işim degil olmaydı. Anadikin, aşık insan aldın xıtımlıq aşı pidayla ekranıdaki naq meydanda munda bir degen sözü var. Enidinin altın aşkışını Rabiya Qadir Dünya Uyghur Qurultayıga tapşırgan degendi. Xoş. Tünögünki bir naq meydanda deptular bu insan. Oyey, Rabiya Hanım aş kelgen vaqtda til bilmeydi deb. Til bilmegen adamninki enediden aşkışını qandaq tapşırdı Dünya Uyghur Qurultayıga? Sili yitlab bağamıdır ya enediga? Sili tanıştırıp koygan mı ya? Doğurdu qeyrindaşlarım. O Rabiya Qadirni yetaklaydigan tercümanlar var. Rabiya Qadirning bütün aşı sebdaşları hayat, onu bunun iştirip, bunu bunun iştirip emez. Rabiya Qadir bütün aşı ülpetlerini hemmisini ergeştirip, ma cinayi cevapkarlığın üstüge eliş gerek, cevap veriş gerek dedim. Onun dikin o Xitayning kuchugini o'rnidan tushsin dedim. Bu nas nayt aniq to'rda ba. Anadaki bana namını çıkırış için bunda qildi deb. Xoinni quchoqlab o'ltog'ining naming chiqib ketdi zaten. Vay vay vay, la'nat taqtisiga yezilib ketding deb o'ylayman men. La'natlar olsun sana. Xoin bilan bir maydonda turgan shu insonlarning Allah balasını versin. Allah balasını versin yanıliday. Vatandagi qeyrindoshlarimizni o'ylab baxmaysizlar? Sual qo'yib beqinglar qeyrindoshlarım. Şu sorunlarda o'ltag'an, şu pikniklarda birga o'ltag'an bir yerlarga chigilib qolgan yerlar bordu. Ha. Uni men hozir demasammi chiqib qolar, ha? Anandan keyin qeyrindoshlarım, tor dunyosida mundaq bir ishlar bor. Ba'zi narsalarni inkas shaklida rasm tortib olib qo'yadi. Ba'zi narsalarni burunqi yillarning oldidagi narsalarni qeyrindoshlarimiz tushirib saqlab qo'ygan har xil nusxalari bor ekan. Shu nusxalardan ta'minlagan qeyrindoshlarımızdan ba'zan bir odamlarning ayni vaqtida shunchalik sattillashgan odamlar nimishqa to'satdan do'st bo'lib ketadi, bilmadik Zumrat xonim deydi. Nimishqa bilmaysiz qeyrindishim? Bir yerlarda kesishdi-da, bir nuqtada kesishib qolgandikan do'st bo'lib qoldi-da. Bir kunlarda esinglarda bo'lsin, men mushu tilga elib xointi, munofiqti, mushu Uyg'urning qinini ichayotganlarning ichidagi birsi deganlarimni shular bilan bir ustalda yeb qolsam tamoqni, voy chamma kesa qilib o'tirib yetinglar juma qeyrindoshlarım. Chamma kesa qilib o'tirib yetinglar meni. Agar shular bilan birga o'ltirib, ulpatlashib tamoq yetib, tamoq yeb o'ltasam, sorunda o'tasam, o'ltirib yetinglar meni qeyrindoshlarım. Sizlarga buyruqmi shu? Anandikin munda da bir narsa depdi. Şundaqcha isbotlar chiqiqliq turuqliq ko'zni chingli yumib olib, hozir ko'midim, bilmadim, Rabiya xonim til bilmagandikin, anandikin yana bir yeri botdi. Rabiya Qadir eri bilan izchil mustaqillik talab qilgan. Shundaq deb o'ylayman debdi. U sening xiyoling. U seningli xiyoling faqat. Men Rabiya Qadirninki mushu hujjatlari, mushu dokladga oid narsalarni to'g'ri chiqarganlarim bor, chiqarmaganlarim bor. O'zidan savol so'rayman deb turib yig'ib qo'ygan narsalar bor. Sen ko'mapsa, sening inglizchang nacharmidi? Seninki ashu erayal mush
ayol ikisini oqlab o'tirib mustaqilchili deydigan isboting bormi? Qani ko'rsat menga. İkimiz tang chiqayli bo'ldi, ha. Ko'rsat isbotingni. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir dokladda bormi? Mustaqillik talab qildim degini? Yoki Amerika Kongressininki bir dokladida bormi? Va yoki xalqarodagi nopuzliq şu medialarda so'zlaganlarda mustaqillik talab qilma degani bormidi? Rabia anangninki videolarini Achangning adangning videosini chiqarib mı qo'ydik? Yana tenib olsa seni saylab qo'ydimi? Seninki mush davadagi saloyitingni bir uqay. Rabia Qadirning o'pchirsidagi axloqchilik bo'lish saloyitingni bir e'lon qil. Anangdagi sendimi so'raydigan savollarni shu vaqtda deymiz. Doklad turibdi 2007, 2008, 2009 qatirab ketgan BDT qatirab ketganlar. Tenib olsanglar ish tugaydi degan gap yo'q. Tenib olishninki sababi nima? Axlashning sababi nima? Balla xatolik o'tkazsa, uni xatolik deymiz. Balla jinoyat o'tkazsa, uni jinoyat deymiz. Bu xatolik emas hergiz. Bu bir jinoyat. Osiylik jinoyati, xoinlik jinoyati, Uyg'urni setivatganlik jinoyati. Jinoiy javobgarligini ustiga olsin desam, tövbe qilib turib nomus qilmoqda yo'q, oshini oqlab chiqibdi. Vah. Sening zodi bu davadagi saloyiting nima? Yoki bir Rabia Qadirning nuqtasi sening qo'lingdimi yoki sening nuqtang Rabia Qadirning qo'lidami degan masala bor. Yuzinglarni dopdaq chiqibsizlar. Xo'sh, Amerikadagi shu sarxillar, shu yuzi dop sarxillar, sizlar ayni vaqtda qaysi rolni o'ynagan? Shu vaqtda sizlar Amerikada bor edinglar. Nima rol o'ynadinglar? Eliqi mashrab torbetini itivatganlik sababidan shunda sat efsona tillashib ketganlar to'satdan dosib qoldinglar-yu. Endi yana paq deb oqlab ko'tirib yurvatsizlar so'rilib qolgan paytimini. Sababi nima? Ayni vaqtda sizlarning mas'uliyatinglar bor. Rabi inglizcha bilmagan bo'lsa sizlar bilasizlar-ku. Sizlar ko'rmaganmi shu dokladni? Eliqi 62 betlik dokladni ayni vaqtda 51 betliklarimi e'lon qilingan. Sizlar ko'rmaganmi? Shuning uchun aniq Xitoydan avtonomiya talab qilamiz degani ko'rmadingmi? Ko'zing ko'rma seninki, qulog'ing gasma. Bu yaqin yoq chiqqanini ko'rmadingmi? Lahva. Ya xoin ya sen ya nima? Chiqa o'tirga. Ko'nglimni ilashtirdi. Xudo shukri, men Rabia Qadirni aqlab chiqmadim. Qarasang o'xshash. La'nat taxtasiga yezib ketildi seninki isming. O nomussiz. Tig'i, mayqtib tursin deb ketibdi. Oyey! Isbotingni ko'rsa? Adangning, Rabi madangninki, eri bilan ikkisininki isbotini ko'rsa? Mustaqillik talab qilgan isbotini. Ko'zim ko'rib qopdi, chiqib qo'ygan narsani ko'ramay o'tibsa. La'nat seninki ziyoliligingga. Tig'i, Shinjongda o'sherda o'qituvchi to'q deb ketibdi. Voy qusuvitay. Ba'zi odamlar ilmni vijdoni bilan birlashtira oladigan ba'zi odamlar po'q yegan bilan barobarga dedim men u ilmlari. Resmi timsohlar degan voy suv ustiga vahshiy chiqdi hozir. Oyey, Xudoyim tova. Hayron qolgan yerim o'ylab yiqinlar qarindoshlarim. Yaqindan beri har xil temalar chiqyotdi. O'zini oqlaganlar bor, oqlayotganlar bor. Nima uchun oqlaydi? Ko'zning oldida turgan bir doklad. Uni biz bir yer urib topmadik. Yana kelib Dünya Uyghur Qurultayının heyliqi Londondagi faoliyatidami indigenous degan aşu iliq hukmnomining ichida 26-betdan tutib har qaysi betlarda statistika qilib
şu indigenous degandan takrorlangan şu sözlük bo'yicha şu mazmunni tonuşturup, sözlükni tonuşturup emas, şu ismni, şu qalpaqni Uyg'urga keygizib turib, mazmunlarni bayon qilganligini chiqirib qo'ygan qarindoshlarım bor, sabdoshlarim chiqirib qo'ydi. 14 yerda takrorlangan indigenous degan sözlük deb chiqirib qo'yildi. O narsani kim o'rgatdi? Biz o'rgatdikmi? O'zi chiqirib çünkü o naydı xo'shallik bilan buni tantanalik bilan jokalaganti, lekin ichida onas chiqib kelishini biz chiqib tiqib qo'ymadik u yerga. London faoliyatiniki natijasi. Yani şunu maqtab, şunu axlab, onu Rabia anısını, Rabia hadisini axlab ketganlar. Hey, vatanga bir qarab yiqinglarchu. Bazılar videolarını çıkırdı, doyunun videoları. Bazılar şunda içinişlik videolarını çıkırdı ama onu setip kaçlayıp bitipti. Aşı videolarını setip kaçlayıp atkanlar bakı. Yalgan davanın mezmunu koşup setip yavatkanlar bakı. Sizler aşı videolar qarab yiqinglar, sizlerin aşı videolarını görüş jarayonida birer tuqqunumning chiroyi chiqib qolarmi aşağıda? Mening tuqqanlarim qanday bo'layotgandi? Mening balam qanday bo'layotgandi? Mening erim qanday bo'layotgandi? Mening ayolim qanday bo'layotgandi? Mening opam qanday bo'layotgandi? Mening dadam qanday bo'layotgandi? Mening inim qanday bo'layotgandi? Mening singlim qanday bo'layotgandi? Mening do'stlarim qanday bo'layotgandi degan savollarni qo'yg'inglar kelamdi, kelmamdi. Ağalarning tuqqanlari, da'vogarlarning tuqqanlari do'yingda o'ynab, usul o'ynab, o egray xo'g'ini varmi, tuqqini varmi, ertekkini varmi, yana bir miqig'ini varmi, hammasini chiqirib atadi. Sizlarning tuqqininglar chiqirib atamda? Nima deb ularning do'yinglari ochiq bo'ladi? Masalan, To'g'liq Hamidningmi, o'tirg'i chiqib dadasi apisi uchun chiqqandinglar, ertasidan qolmaylar, do'yingiz etib etildi. Nima deb bu da'vogarlarningki do'yinglar etilmaydi? Ozraqmımış qopak qallarası, u o'qigan, o'qimagan bilan munosabatsiz. Fikr yurgizish bilan munosabatlik. Masalan, ma dokladga doir temalar olsun yoki boshqa bir uchurlarni, isbotlarni yig'ish olsun, uningga ahli emgak kasdimi, boshqa narsalarga salla qallani ishlatish ketmamda. Kimli chiqib ang'irsa, deb o'ltirib savol qo'yganlarning hammasini javob berib bo'ldik. Taqat-tuqi so'zlab qo'ydik. Bunda qildik deb qo'ysang hisob emas. Amerikada nima bo'lyotdi? Amerikalik do'stlar kimlarning yeniga kelyotdi? Chunki ishonchsiz odamlarning yeniga kelmaydi-ki. Boshqa g'arb ellardagi shu hukumatlar kimlarni izledi Uyg'urning masalasida. Nima deb sizlarni izlamaydi? Jiq narsalar o'tirg'i chiqadi, aldirmay chiqadi. Faqat vaqt. Men o'ylab ketaman, Amerikada shunchalik jiq ziyolilar bor. Nima deb o'sha vaqtlarda bizga, "Voy, 2009dagi narsa nima deb endi chiqirdi? Xitoy chiqirpadi" degan bo'lsang, men mau 2022-ninki oldida jokalaganda mani uning oldidagi yillarda senmi borgu, sen nima ish chiqarmadingmi? O yılın ahir 2022'ga nim qilmay o'ltiriblar, o'sha yilning oxirida chiqirib ketibdi mala deb yezib ketibsa, nimda sen chiqarmadingmi? Rabia anangni ko'tarib yurganda, Rabia adangni ko'tarib yurganda nimda sen chiqarmaysan? Saviyaga yetmadimi? Rabia anangning saviyasi yetmasa, xayirligini oqlaydigan saviyaga yetadigan ajab bir. Mas saqlığını bunda bir sılapak ya saqlığın yok olsa pişanağını sılapak ya uyabiyelerini sılapak. Er bolsan erdek iş kılırsa, hain bolmasan la ademdek iş kılırsa. Soğuk şaş, uruk tukalları hatırcam, bəxtlik, uyabiyelerde hukuk tutup otlağın qeyrindaşlar emas biz. Ben oylab qalamanchu, bularning cho'qqim bir yerlari uchun chegish bir yeri var. Shu kesishadigan yeri var. Bo'lmasa bundaq oqlamaydi.
Xoinlar bilan xoinni oqlashmi bir gumpika bular. Yüz deganda mushundaq polo yüz deydigan. Dadam rahmatlik ba'zi odamlarni polo yüz deydi. Oy nimish polo yüz deysiz, polo amroq tursaq desam bir tushundirib bergandi. Şu resmi polo yüz bir nimalar ekansizlar deyman, lekin bular xoinning yuzini shu chivingga o'xshatma. Chivindek rasvo narsa yo'q-ku, ha? Faqat chivinni oqlay oladi. Mushu xoin bilan bir maydonda turib oqlayotgan Alloh bolasini versin. Agarda sen oqlayotgan insonningki, xotin ishkisininki, shu mustaqillik talab qilganiga bir dokulat chiqarib berar mening oldimga. Bir dokulat chiqarib berar. Bir varaq bir nima chiqarib berar, bir video chiqarib berar. Uyg'urlarning oldida mustaqillik talab qilamiz dedi. Davlat bisilgan zaminda qani chet elliklarning oldida degan gaplaring chiqarib qo'ydik-ku, yana botiqi talay. Sening talay narsalarni mayda to'plarning ichidagi haqqasının hammasini biz tarjim qildirishga berdik. Bölüşüp turib tarjim qilyapti ballar. Bir yerlarga topshirdiganga. Poyt palayda ishlayma, pokoyada ishlayma, palayaga munda dedim. Voyey, mundaq andaq deganlar to'xtab tur. Nima deb chetdaliklarning oldida deyamaysa, Uyg'urlarning oldida deyalaysa. Bir yerim bir qandaq. Uyg'urni aldash oson, chetdaliklarni oldayamaysan-da. G'in qilmaysa. Shuni Uyg'ur bilmagan yerda sotsa, Uyg'ur bilgan yerda yo'q, bunda emas, unda emas, bunda tuq. Xoinni oqlagan, xoin. Xoinni tillagan bo'lsam, o'zim tilladim. O'z tilladim. Shu onang, shu hadang meni tillagan tilninki bir-birsini ishlatmadim. O'zining ovozlari bor. Vaqti kelganda toza bir yerda ishiltime. Oy, qaytirvasılar ovozlarni. Biz yo'tkap bo'lamiz ovoz deganni. Qaytirib elish emas. Nochilarni ko'rgan eliq guvachi bo'lamiz, yana bir deganlarning ovozlarini-chi. Voy, juvitido. Sabdoshlarim deymay, juvitido sanki qamlar tezdan yo'tkib yetib turib, anandiki angla deyma. Degandek shu juvatkining bilan bizni saqlanib qolgan. Bunda gap. Qarindoshlarim, chivinni oqlaydi. Aqlingiz ishlatsangiz, chivinni oqlaydi. Ananikin haq oldida, ko'zingni oldida isbot tursa, dalil isbotlab tursa, ko'zingni yumbilib, qo'lingni itvog'ining nimaning ifodasi? Xoin bilan bir maydonda ekanligining ifodasi, qizil sizg'in aniq emasligining ifodasi, oqinga bayroqni tiklab qo'yib o'tirib xoinlik qilish. Hoy, tova Alloh, baloyingni versin aqasingning, ey. Qarindoshlarim, uyqumizni sal ajoyli. Echib, nim bo'vatıdı, nima so'zlayapti, xoin so'zlasma, o'ttamay, ostiga ne savollarni yog'dirgan shu qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Yuzini daptaq oltag'andan Alloh balasini versin. Men ashundaq tilayman. Jiqlar deydi, "Voy, siz nima tilaysiz? Tilmaga, tilsingiz sizningki oqidi, duoringiz" deydi. "Voy, oqsin. Allah'dan vatan tilavatime. Men o'lgüchi bo'lganlikda bir Allah vatan berib etkin, Allah deb turib tilayman. Xoinlarning Allah balasini bergin deb tilayman, yana tilayman. Tinmay tilayman, Qur'on o'qib turib tilayman tixe. Nim deydi? Oyey, bilib ol. Qo'yib angla mening bu so'zlarimni. Chivinni oqlaydi. Yanilday, chivinni oqlaydi. Şunun qarindoshlarim, uyqumizni ajoyli. Men bir javob beramaydigan bir yerda o'ltirmayman. Men indigenes xalq emas tursam. Men indigeneslar bilan tang o'ltirib, onamdi, adam, Rabiyamada seni tortiqlagan bo'lsa, qara. Yoki sen uning boshlig'imi ya? Qo'mondonimi ya sen? Uni hech kim bilmaydi. Balkim bir yerlarda chiqib qolishi mumkin. Burun shunda setlashgan narsalarga chiqqan yerda boshqa narsalar chiqadi. Hukumat o'rinlariga topshirgan narsalarga chiqadi. Qonunliq olimiz, qonunliq erishdik. Torbatlarda hech narsa yo'qolgani yo'q. Men kelar hafta
yoki muhabbatida o'rinlashtirishim mumkin bir statistika uchurlari bilan tang bir narsani so'zlab o'taman qarindoshlarim. Jiq narsalarga erisha olasizlar. Sizlarmi shuni qila olasizlar. Azroqli til bilsangiz, cho'qim qila olasiz. Izchillik, voz kechmaslik g'albiga tutashtirdi. Allohmi tirishgan bandisini hargiz umidsiz qo'ymaydiganiga ishonaman. Chivin-chivinni oqlaydi. Biz millatimizni, vatanimizni qutqizish yo'lida tirishayotganlarga Allohning bir o'ylaganlari, tayyorlaganlari bordi. Men shunga ishonaman. Jiqlar deydi, siz bek umid var deb. Tirishsangizlar umid var bo'lasiz. Chunki g'albini g'albi qazana olaymiz, uningga ishonaman. Tirishsangizlar, shu g'albining purqini cho'qim puriy olaysiz. Men hamda mush 2 kun ichida ma'vu Sharq Turkiston Yoshlar Partiyasiningki o'tirg'i chiqargan itivitilib qaytadan yo'lga o'tirg'i chiqargan imzo kompaniyasiga ovoz qo'shish to'g'risida bir so'zlayman. Onundan keyin yana bir so'zlashim bor. Shuningga qarindoshlarim bugun qisqa so'zlay deb turib uzunroq bo'lib qoldi. Qarindoshlarim, uyqumizni ochayli, o'zimizning davosiga o'zimiz ko'ngil bo'layli. Kishining ishiga 6-oyda qo'limizlaydi deydi-ku, ma'u o'zimizning ishi. Dava o'zimizning ishi, xalqning ishi. Xalq bir hokimiyatni o'rib etalaydi qarindoshlarim. Heyli xoinlarni so'roq tortishgan. Rahmat sizlarga qarindoshlarim.